Endi bu Xudoga muqarrab bo'lish nima bilan hosil bo'ladi? Bu o'zidan o'zi bo'lmaydi. Bildingizmi? Bu o'zidan o'zi bo'lmaydi. Dilingiz ham amalingiz, qo'lingiz bilan, tilingiz bilan, javorih bilan qilgan amalingiz dilingizga muvofiq bo'lsa, o'sha dilingizdagi qasd niyatingiz ekovi muvofiq bo'lib boraverguday bo'lsa, ana o'shanga ana endi bu amalingiz Xudoga sizni yaqin qilib olib boraveradi. Bildingizmi? Mana bu bitta narsani hikmatini sizlarga tushuntiraman. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Merojga olib borgan vaqtida Hazrat Jibril rafoqat qildilar. To Sidratul Muntahoga da olib bordilar. O'sha yerga borganda Rasulullohga turib aytdi Hazrat Jibril alayhisalom: "Men baqa bir qadam ham qo'ya olmayman endi. Baqa o'zingiz borasiz. Meni hech qanday haqqim yo'q, mana shu yerdan nariyoqqa o'tishga." Sidra deb daraxtda aytadi. Muntaho degani eng oxirgi degani. Eng oxirgi had mana shu yer ekan. Vahiyni ham shu yerdan olib ketaverar ekan. Bildingizmi? Mana shu yerda turib eshitar ekan Xudoning so'zini, keyin lekin olib kelaverar ekan. U nariyoqqa bormas ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam endi Xudoni huzuriga olib kelyapti. Men shu yerga kelganda aytadiki, "Yo'q, men bag'iga bora olmayman endi. Meni agar bir qadam qo'yar ekanman, meni vujudim, qanotim kuyadi. Ha, menga baqa borishga hech qanday had yo'q." Bildingizmi? Mana podshoning oldiga borishga o'sha havoslar kerak-da. Anaqdagilar, ko'chadagi yurgan xizmatchilar u dargohga bora olmaydi. U bir joyga eshikdan nari baqa o'tolmaydi, o'sha yerdan qaytib ketadi. Ana o xizmatkorlarda ham har qism xizmatkorlar bor-da. Ana shu podshoga eng muqarrab vaziri azam deymiz, o'sha podshoning yonboshiga o'sha boradi. Boshqa odam borib o'tira olmaydi u makonda. Ana shunga o'xshagan Xudoni ham mana shunday muqarrab bandalari bor. Parvardigorga shunday muqarrab boradi, boshqalar bora olmaydi u borgan joyga. Demak, ular insondan. Bu malaika emas bu. Inson. Ana Janob Rasulullohni shu qadar yaqin bordilaringki, qoba qavsayni aw adno. Yana qob deb kamonni go'shasini aytadi. Go'shasi. Mana u kamon bunday otadigan kamonni, mana u chekkasini, mana u chekkasini qobay deydi. Shu ekovi shuncha yaqin bo'ldi, yo bundan ham yaqinroq bo'ldi deydi. Ana shu Rasulullohni mana shu nima o'sha maqomlarini aytyapti bitta Parvardigor. Endi keldik insonning kamoloti mana shu darajada cheksiz ekan, intihosiz ekan. Bu qancha kamolot hosil qilsa, Xudoy taolo buni yo'lini ochib qo'ygan. To'xtatmaydi. Bas endi shunchasi deb aytmaydi. Yo'q dedi. Bundan ham dedi ziyodaroq hosil qil dedi. Bundan ham ziyodaroq ol dedi. Toyinki menga qurbating ziyoda bo'lsin seni dedi. Bildingizmi? Mana shu tariqada inson hosil qiladigan kamolot cheksiz bo'lar ekan, uni intihosi hududi bo'lmas ekan, oxir borib o'limga boradi-yu, nariyog'i qolib qoladi endi. Nariyog'iga o'tolmay qoladi mana shu. Afsus nadomat bilan ketadi. Aytadi, kitoblarda aytadiki, anbiyolar ham o'lgandan keyin anbiyolar ham qiyomat kuni afsuslanadi, boshqa gunohkorlar ham afsuslanadi. Afsus, nadomat. Anbiyolar nimaga nadomat va afsus deydi desa, nimaga tag'in bundan ham ko'ra Xudoga yaqinroq bo'lmadim deb afsuslanadi. Gunohkorlar nimaga gunoh qildim deb afsuslanadi. Bildingizmi? Hamma ham afsusda bo'ladi bu yerda. Bildingizmi? Mana shunaqa. Endi o'ylab ko'ring-da, mana shunday qilib Xudoy taolo insonni mana shunday mukarram va aziz yaratgan bo'lsa, inson o'zini tanimas ekan. O'shaning uchun Janob Rasululloh aytgan ekanlar: "Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu." Har kim o'z nafsini tanir ekan, Xudoni tanibdi. Bu qanaqasi?
qanday qilib biz nafsimizni tanisak Xudoni tanir ekanmiz. Nafsimizni tanishimiz shu bilan bo'ladiki, shunday ko'zimizni yumib o'ylab qarasak, bizni nafsimizdagi aybdor, nuqsonlik, qusurlik hech bir nafs yo'q ekan. O'zimizni aybdor bilar ekanmiz. O'zimizni hammadan past bilar ekanmiz. Ana shunda Xudoni tanigan bo'lamiz. Xudoni azamati, ulug'ligi mana shu o'zimizni, nafsimizni, xokisorligimizni, nuqsonimizni bilganimizdan keyin Xudoni ulug'ligini bilamiz. Xudo qancha ulug' ekan zot ekan. Ana shuning uchun Rasululloh man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. U odam o'zini nafsini tanigan odam o'zini eshakdan ham yomonroq, itdan ham yomonroq, tamoman mahluqotdan o'zini yomon deb hisoblaydi. Bildingizmi, mendan yomon odam yo'q deb hisoblaydi. Ana mana shu yerda gap hammasi. Mana shu bilan siz kamolotga erishasiz. Manmanlik bilan yetishib bo'lmaydi Parvardigorga. Allohumma rabbuna taqabbal minna innaka antas samiul alim.